Havoni tozaligini hali. Shina o'zingni hina turib. Hoy, lanka. Ha, shilanki? Manda-yu lanka, nimani o'ynayapsan? Bermasa ham o'ynayverasan. Endi bilasan-ku, lankalarni yaxshi ko'raman. Aytgancha biologiyaga kirmaysanmi? Menmi? Ha? Men nima biologiyaga kiraman? Biologiyaga o'simliklar bilan hayvonlar kiradi, jinni. Siz odam anatomiyasiga kirasiz-ya? Siz hozir tarixga kirasiz. Billa kiramiz tarixga. Nima deganingiz bu? O'zi kirg'izibsiz billa tarixga. Nima qilman? Doskaga nima deb yozding? Ismimizni bosh harfini yozib qo'ysan, yonma-yon qilgan. Bolalar nima deb o'ylaydi? Do'st deb yozdimmi oxiriga do'st? Do'st deb yozganing mayli, Q bilan S ni o'rtasiga plus qo'ymaydimi? Q S do'st bo'yatdi-yu. Nima qildi? Zo'r Kalla ishlamaysan. ingliz tili o'qituvchisini qara kelishini. Good morning, teacher. Good morning, children. Good morning. Qo'ng'iroq chalgandan keyin let's go darsga, tushunarlimi? Okay, baby. Chunki qo'ng'iroqni ustozlar chaladi. Do'stim. Albatta ustozda chaladi, yana kim chalishi kerak? Qobil. Ingliz tili baribir ingliz tili-da. Rus tili o'qituvchisi. o'qituvchisi. Rus tili o'qituvchisi, rus tili. Только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Aka. Только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Ingliz tili baribir ingliz tili-da. Qobil. Birinchi paqa, o chetroq tur, chetroq. Chetroq tur, birinchi paxan kelyapti. Assalomu alaykum. Saldi ukam, yaxshimisan? Rahmat. Tuzummisan? Voy, soatlarni qayerdan olding? Mana kalkulyator. Chol, qani bitta ko'ring buni. Kimniki bu? Meniki. Endi bo'ldi meniki. Baba. Qani o't. Anu. 8-sinf baqirmay turlaringni. Salla bilan keyin gaplashaman. Shapkalamora bo'lsa Abdurahmon. Qani? Yo'q. Nima yo'q? Hamda ol mashinani. Bering mashinamni, adamga yetib beraman. Shapkani bersang mashinani olasan. Tushundingmi? Bering. Damini albarak qo'yt. Bering. Hozir operadan beraman ko'rasan. Soat yo'qmi? Mashina ham yo'q. Yo'q, hech narsangiz yo'qmi? Yo'q. Cho'nchakligini aldiring chiqani. Cho'nchak. Oyna bormi? Oyna. Qizlik o'xshab oyna ko'tarib yuribdimi bu? Vah. Menga qara. Nima qilasan bu oynani? Zo'r-da bu. Tuflining uchiga yopishtirib olasiz-da. Ko'chirib olasiz. Qulaydi. Ha. Ey, bizada
Undan ham zo'r variant bor. Qanaqa variant? Qanaqa? Ha, ruchkani olasizda. Olsan. Shuna partantiga tashab, shuna egilib, Keyin ko'chirib olamanmi? ko'chirish haqida gaplashyapti-deylar. Unga oyna kerak ko'chirishga. Nimalar deyapsanlar sizlar o'zlaringdan bu turib olib. Ya bolalar, men bitta zo'r gap aytmoqchiman. Ha. Bilasizlarmi? Mengacha shu maktabda eng yoqadigani katta tanaffus. Bilasanlar, mana shu katta tanaffuschi oldin kichkina bo'lgan. Yo'q. O'zim ko'tarib katta qilganman. Tanaffus katta qilaman deb o'zingizga e'tibor bermabsiz-da. Ya to'g'risida aytishdiki, mana siz bizdan 10 yosh kattasizda, lekin biz bilan 5-sinfda o'qiysiz. Ey salladi, menga qara, sallani ham kimdir katta qilish kerak-ku, to'g'rimi? Ha? Sadi mana, misol uchun sen maktab bitirasan-ku. Mana shu katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lsam, men katta binolar quradigan biznesmen bo'laman. Zo'r. Abdurahmon, sen katta bo'lsang kim bo'lasan? Men ham biznesmen bo'laman. Zavodlar ochaman. Ana zavod. Dahshat, malades, zo'r lekin. Qobil, sen katta bo'lsang kim bo'lasan? Va bozorlar quraman. Bozorlar xo'jayini bo'laman. Shunaqami? Bozor yaxshi-da. Maqari, mendan ham so'ralaring. Nima? So'ra. Katta bo'lsang, yo'liga ham so'ra. So'ra qobil. Katta bo'lsam. Ha, katta bo'lsa. Dilshod aka, siz katta bo'lsangiz qatta bo'lasiz. Bizadagi hazillashyapti-da, xafa bo'lmang. Siz katta bo'lsangiz, tez bo'lasizmi? Sen nima deyapsan-u? Dilshod aka buni bilmaydi, hazillashni men bilaman. Nima? Siz katta bo'lsangiz-chi, Ha. kichkina bo'lasiz. Senlarga bitta narsani aytib qo'yayman. Men katta bo'lamanmi, qatta bo'lamanmi, lekin oyoqda bo'laman. Tushundilaringmi? Oyoq bitta. Bo'pti. Baqir endi. Elayla. Yo'q, shart emas. Shart emas. Rahmat. Rahmat. Tez Tez uchalay menga rahmat dilaring. Nimaga? Men sizga rahmat. O'shanda insta o'qiyotganda yo'llaring QVZga qatnashinglar demaganingizda, mana shu yurmagan bo'lardi. Mayli. Xo'p. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat kattagon. Aynan senga rahmat. Shu bizani QVZga olib kelib, mana shu darajaga yetkazganing uchun rahmat. Arzimaydi. Sani ishing bu. Men kim bo'lardim mana shu QVZchi bo'lmaganda? Kim bo'lardim? Kim bo'lardi? Oddiy bir katta uylarni quradigan Sadi Building degan bir holding kompaniyaning xo'jayini bo'lardim. Kim u? Sadi saramas. Men rahmat deyishim kerak Abdurahmonga. To'g'risida, QVZga qo'shilganimiz yaxshi bo'ldi, bolalar. Bo'lmasam hozir ko'la sotib yurgan bo'lardim. Mendan ko'la olib tirikchilikka yurgan bolalar hozir ko'la zavodida direktor. Men mana sahnadaman. Shu ham direktor ham ishimi? Men ham alohida rahmat aytib qo'y. Rahmat sizga. Mana shu yurimiz. Yo, biz kim bo'lardi, to'g'rimi? Bitta xonada o'tirardi, kresloni egasi bo'lib, to'g'rimi? Ana Bekmar akamni, nima, Abusahim, kichkina joylarni xo'jayini bo'lib, to'g'rimi? Rahmat sizga. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ha, nolavermalar-ey. Men hech narsa deyotganim yo'q-ku. Balki hali Taysonni men olib kelayotgan bo'lardim. Nolaversan? Taysonni olib keladi. Bo'pti, men palto nima kiyib chiqdi sahnaga qobil? Endi konsert xalta bo'lganda, eningda palta bo'lgan yaxshi-da, to'g'rimi? Bo'pti, so'rashib olaylik, Salomlashing. Salomlashing. Assalomu alaykum. Qadamlari qutlug', yoshi ulug', biz uchun qadrli bo'lgan bizani duogo'ylarimiz, otajonlarimiz, onajonlarimiz, hammanglar xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Gap yo'q. Dilshodagi o'z tengilar bilan so'rashdingizmi? Yoshi ulug' qadamlar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Chiroyli. Rahmat. Va albatta, assalomu alaykum hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, do'stlar, xush kelibsizlar yana bir bora. Yashang. Xullas, bir so'z bilan aytganda, assalomu alaykum dizayn ashaddiy muxlislari, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz.
Lekin Dilshodaka yoshlikni eslab to'g'ri qildik. To'g'ri. Aka, sog'inimmi, yoshligimmi? Albatta. Qani maktabda o'qigan paytingiz boshqacha edi. Yoshligimiz o'zi sog'insa-chi, yarashadi-da baribir-da. Arziydi. Arziydi. Boshqacha edi o'sha Mana payt. hozir shu yerda mana yoshi ulug', mana o'zimizning qadrdonlarimiz mana bu yoqda o'tirishibdi-da, mana. Yoshlikda menga aytinglar, bitta qizni oldiga borib, uyat degan narsaga qattiq qaralardi. Bitta qizni oldiga borib, yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman deyish qanaqa uyat edi. Uyat edi. Ha, uyatmidi? Dilshodaka, Qobil sana uyalganmisan? Ha, nechtasini yonib borib uyalib tashaganman. Malades. Uyat edi o'sha payt. Yo'q, men nima demoqchiman? Hozir men ko'chada bitta narsani ko'rib, yoqamni ushlab qoldim-da, bola. Nima bu? Bitta qiz yigit qo'lidan yetaklab ketyapti-da. Ablah. O, qiz demadingizmi? Endi baribir qiz bolaga gapirish noqulay, yigit oldiga bordim, ukam dedim, endi o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydi. Men yurishinglarni qaranglar, qo'yinglar, antta xunuk ko'rinyapti desam, bola tushunib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, xo'p deb turibdi. Qiz oldimga kelib, "Aka, sizga 1 minut mumkinmi?" deydi. Siz qarab turdingizmi? Yo'q. Menga qarang, yaxshi qiz, men 1 minutga borsam, o'tda 5 minut qolib ketaman dedim. 5-sinfda 10 yil qolib ketganman. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, qarang. Oldin bizni shu yosh bola bo'lgan paytimiz kiyinishlar boshqacha edi, o'zgarib ketdi-da. Yoshlikda boshqacha edi. Maktab paytini eslayman. Men 1-smenda o'qiganimda mana shu ukam kutib o'tiradi. Akam kelsa shu kiyimlarini olib kiyib ketaman deb. 2-smen edi. Aka-ukalar bir-birining kiyimini kiyib katta bo'ladi. Shunaqa edi, shunaqa. Hozir bir-birini kiydirib katta bo'ladi. Ya. Qobil, men u ma'noda emas. Hozir men hozir mana shu xalqlar do'stligi shuna kirib kelyapman bu yoq tomonda. Kassaning oldida bitta qiz turgan ekan endi. Chiroyli qiz endi. Borsam u qiz emas ekan. Ha. O'g'il bola ekan. Qattan bildim. Ha, men aytolman, mana qarang, qiz bola deb o'ylaysan-da, choch endi mayli chochchi uzunligi hozir. Sizlarda ham choch kalta bo'lib ketdi. Ana shu tor shim kiygan. Tirsilla lasinaga o'xshab turibdi. Xo'sh. Yana ani naskisiz tufli kiyyaptilar. Yalang oyoq, Shu xo'p. kunida. Eng qizig'i tizi mana shuncha yirtiq. Moda. Hozir ko'p bola shunaqa kiyyapti. Shunaqada. Ha, bo'pti, kiysa kiyibdi, nima qildi? Bo'lsa biz ham kiyardi. Abdurahmon tushunmadi shekilli. E'tibor berish kerak gapga. Ayting. Men ko'p bolalar kiyyapti dedim. Siz ko'p emassiz-ku, bittasiz-ku. Bolla. Endi ko'p qatorda bo'lingsi, kiyib. To'g'ri aytasiz, degan siz ham har holda ko'p ko'rgan bo'lasiz. Ha, hop, sizlar bilan talashmayman. Sizlar ko'psizlar. Ya, ular ko'p emasmiz, 3 kishimiz. Ha, hop, yoshlikni esladi o'zi. Esladik-da. O'zgarishlar ko'p-da, o'shani solishtirayapman. Zamon o'zgarib ketdi, to'g'ri. Hamma yoq o'zgarib ketdi. Mana misol uchun ilgari mana dodalarimizni eslanglar, bobolarimizni mashina pichoqlari bo'lardi-da. Shunda mahsini ichiga bekitib yurishardi. Hamma biladi, to'g'rimi? Hozirgi bolalarniki maminda, lekin maqtani o'ynayotib. Oldin mana Taysonning oldiga hech kim yaqinlasha olmaydi. To'g'ri. Hozirchi? Hozir bemalol oldi ham, orqasi ham, ikkita yoni ham sotilyapti. Bemalol. Reklama qilyapti. Ya Tayson mayli, lekin oldin mahallalarimizning ko'chasi o'nqir, chang, to'zon bo'ladi. To'g'ri. Hozircha Abdurahmon? Hozir dahshat asfalt qilingan, tekis daraxtlar ekilgan, lekin mahalla yo'q. Endi Lekin hozirgi men aytadigan narsani ko'pchilik eslasa kerak. Oldin Beshog'ochda esinglarda bo'lsa 4 tilli pirashka bo'lardi. Hozirchi? Hozir ham bor hozir. Ha, bor ekan. Bor, xo'p. Borib, yeb ko'rdim. Ha. 1 ting. Ha, endi narxlarini aytganingizga esim tushib qolish, maktab paytimizda 100 so'mga kola berardi, esingizda. Ana, hozirchi? Hozir 1 so'mga kola bo'lyapti. Oldin bitta qiz bilan 4 ta, 5 ta kinoga borilardi. To'g'ri. Hozir endi bitta kinoga 4 ta, 5 ta qiz bilan borilyapti. Zamon shunaqa. Lekin Sadiq kino deganingga oldin Hind filmi kelganda shu dom kinoni eshiklari buzilib ketadi. Gap. Odam dahshat bo'ladi. Hozirchi Hozir kino ko'rmaganga dom kinoni o'zini ham
narsani tan olish kerak, oldin oilada Ha. erkakning gapi gap bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Hozirchi? Hozir ba'zi bir oilada shu erkakning gapi boyga perashkani narxi bo'lyapti-da. 4 tiyinmi? Yo'q, 1 tiyin. Lekin eslasanglar, ilgari ko'chaga chiqsangiz bitta, ikkita mashina o'tib qoladi. Hozirchi? Hozir ko'chaga chiqsangiz 40, 50, 60, 70, 75, 80 talab mashina o'tadi-ya. Aja 80 talar deganingiz esimga tushib ketdi. Bu yerda kattalar, yosh kattalar bor ekan, bilishadi. Oldin 80 boy, 90 boylar bo'lardi. Hozirchi? Hozir nari borsa Tursunboy bo'lyapti. Lekin oldin odamlar 100 ga chiqardi. Ha, gapirma. Hozirchi? Hozir 70 ta olsa ishtirok kelyapti. Bekor eslatding, bekor. Radaringga la'nat. Mana shu hozir bolalar. Oldin agar eslasanglar baklashkalar bo'lmagan, shundoq. Ey. Nima shundoq? Nima shundoq? Ne, baqirasizlar, so'qchoyi bankadan shunaqa ichardik-ku, esinglarda? Bak, Sen bo'ldi, jiddiyroq, to'xtatinglar, bo'ldi endi. Hazil o'z yo'liga hop, aka. hop. Endi jiddiy qilib aytadigan bo'lsa, to'g'ri, vatanimizda imoratlar, atrof hamma rivojlanishlar, o'zgarishlar bo'ladi. To'g'ri. Hamma yoq o'zgarsin, lekin insonlarimizni vatanga bo'lgan muhabbati yo'qolmasin deymiz. To'ppa to'g'ri. Qizlarimizni yurish turishi, kiyinishi o'zgarsin, lekin ibosi, hayosi yo'qolmasin. To'g'ri. Futbolistlarimiz o'zgarsin. Xo'sh. O'zgarsin. Haqqil. Voy, Dilshod aka. Nima kerak siqilib aka? Nima siqilasiz? O'zgarib qolar. Bizani ham chiqishlarimiz yildan yilga o'zgaryapti, to'g'ri? To'g'ri. Bizani chiqishlarimiz, sahna ko'rinishlarimiz o'zgarsin. To'g'ri. Lekin bitta gap qilib aytganda, bizani har doim qo'llab-quvvatlagan mana shunaqangi fayzli muxlislarimiz yo'qolmasin. Eski raqslar esdan chiqmabdi lekin. DJ o'zimizni birinchi muzikani qo'y. U qaragandan keyin belam 3-4 ta divizionadan keyin orib qolar ekan. Assalomu alaykum. Bu 40 yil, 50 yil o'tib sizlar bilan ko'rishib, konsert beramiz deb hech ham o'ylamas edim. Qarang, zamon o'zgarib ketdi-ya, lekin jononlarimiz o'sha. Kecha bittasini ko'rib qoldim. Voy, shunaqa ketib yorgan. Lablari gilos, ko'zlari olcha, yuzlari anor, shoptoli, tarvuz, xullas multifrukt bo'yatdi-da. Bir chekkada turib tomosha qilib tursam, bitta yosh yigit kelib, "Amaki uyalmishmi shu yoshga chiqib qarab o'tirgani" deydi. Men shu yoshda bo'lganim uchun qarab turibman, bo'lmasa qarab o'tirmas edim dedi. Yomoni kelyapti, yomoni. Я шагаю по столу, как Назарбаев в Астану. Купюры на полу, походка я медведь балу. Ты даже мне не бабушка, а я тебе не внук. Voy, parasat. Bu chiqqandan keyin salom bermaydimi? Shuni aytaman-da, katta odam chiqqaniga salom bermaydimi ular? Mayli qo'yaverasiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zi tinchmisiz? Sadulla hoji. Bu tomoshabinlarni ham sanog'i kamayib ketibdi-yu. Endi bizni tenglar ham qolmayapti-da, Qobil hoji. Nimasini aytasiz? O'zingiz tuzumisiz? Rahmat. Bo'yaptimi? Xuddi o'zingizda bo'yotgandek so'rashingizga o'lamanmi?
Haydi publikanın yanında hadip koyurmuşsun şu an taraf. Ha, kunda kunora. Ay yaxshi, o'zingiz qatladan kelyapsiz endi. Sinfdoshlar bilan yig'ildik bir o'tirish qilib. Yaxshi, maza qilibsizlar-da, necha kishi yig'ildinglar? 4 yildan beri bitta o'zim yig'ilaman. O'zingiz bilan o'zingiz gap ham o'ynab qo'ymabsiz unaqada. O'ynaganman shu meni galimaydi bugun. O'zimnikini o'zim olib yuribman gapga. Yaxshi. Aytganda, ana kuni bu navarazni ko'rdim, mana bo'yincha bori. Muqbillarmi? Ha, toshbaqa. Ha, teri. Bir yaxshi sho'x bo'pti. Yomon sho'x. Teri degansizga, o'zimizni teri qanani? Abdurahmon hoji. Kerak, menimcha kelmasa kerak. Nega? Ha, tom ketgan-ku skleroz. Yo'q, Ha, joyi topolmasa kerak. xotira chatami deyman. Esdan chiqib. Водила протянул аукс, шеф хочу. Все мои волки делают ау. Keling. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Siz bilan qayerda ko'rishganmizmi? Iye. Ko'zimga so'y ko'rinyapsiz. Kallangiz skleroz bo'lib qolsanda rost ekan, ha? Bu ketibdi-yu, men Sa'dillaman, Sa'dilla. Sa'dilla hoji bu. Sa'dilla kim edi? Sa'dilla shu yoningizdagi Sa'dilladi. Sa'dilla meni yonimda kim edi? Voy bu. Dizayn jamoasi esizdami? O'shandagi men Sa'dillaman, siz Abdurahmonsiz. Tom ketibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Ha, sizni eslab turuvdik. Meni eslaysanlar. Ha. Hali bormi? Yo, endi siz eslamaganligi biz eslaymiz-da. Kelayotganda Dilshod hojini ko'rmadingizmi? Kim edi u? 4-chimiz bor-ku Dilshod hoji. Ha, 4tagacha mumkinda bosvordilar 4-sini ham. Xotinni aytmayapman. Dizayndagi Dilshod hoji 4-chimiz, kichkina dumaloq. Ay, eshitmadilaringmi? Voy. Ketdimi? Voy, Dilshod hoji. Nima motam qilasan? Ha. Qulog'i eshitmay qolgan uni. Karmi? Kar bo'lib qol, shuni aytmaysanmi? Oldinroq. Ularni o'zi Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya kella kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Keling, Dilshod hoji. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu konset dedilar, chiqishimga biron bittasi bir qarzak ham chalmadi, bir musiqa ham qo'ymadilar inoyi. Keldi. Albatta-yu. Keldi. Quloq ketibdi, quloq. Ha. Quloq ishlayapti, quloq. Ishlab turibdi, unaqa sharmanda qilmang. Assalomu alaykum. Dilshod hoji, yaxshi keldingizmi? Yuribdi, ha. Kim yuribdi? Ha, Kim yuribdi? yuribdi-da. Vobshe eshitmayapti. Endi xafa bo'lmaysiz, Qobiljon. Ha. Yoshlari katta bo'lib qolgan. Necha yoshidilar o'zi? Bilmayman endi, men qat esimda bor ekan endi yoshlari necha. Ey! Yoshingiz nechida edi? Ha, Yoshingiz nechida? Ilon. So'rang. Ha, Abdurahmon bunaqa qarayapsan. Yilingiz necha edi? Ha, ilon. Ilonni bo'ldingizmi? Ilon. O'lsa. Eshitmaydi, Abichi bu hozirlik qimirlatadi, gapirmaydi bu. Ay, boshdan beri turibman men. Konsertni boshlasak boshlalar endi. Menga qaragin sen, Abdurahmon. Boshdan beri kelasan, oldimga ketasan, gapirmaysan. Qanaqa bo'lasan sen o'zi? Menga zarilamas siz oldingizga borib qaytib kelish. Mamlakat qilmagin. Kelib bilan gapirgin, egilib sal. Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, yantog'imni yesan. Voy. Voy, yantog'imni yesinmas. Bo'ynini cho'zadi bo'ladi. Maqolni ham dabdala qildingiz. Maqolni buzib qo'ydilar-yu, Qobil hoji. Maqol bizgalarimiz esimga tushib ketdi-da. Va yoshlikni eslabda buzmaymizmi? Davay. Biz boshlaymiz. So'ridan boshlaymi? Ha, yomonidan. Ana. Qush uyasida ko'rganni, men kinosini ko'rgan. Voy, zo'rmi? Maqolmi? Ha. Oltin olma, dollar ol. Hozir kurs zo'r bo'ldi. Yaxshi,
Manda ham bitta takoyi bor, aytaymi? Ayting. Qizim senga gapiraman, kelinim sen syomka qilib tarqatib yubor. Shuncha odam turibdi, konsertni boshlamaydi bular. Hurmatli muxlislar, men o'zim boshlab tura qolaman. Esinglarda bo'lsa bir maqol buzardik biz. O'sha maqollardan bittasini hozir aytaman. Ot aylanib qozig'ini chiqarib yuboribdi. Qanday bitta zo'ri bor. Uring. 7 o'lchab kalta qilib qo'ydi. Ey, Ko'p o'lchab yuboribdi-da. voy, zo'ri bor. Bugungi ishni ertaga qo'yma. Nega? Indinga qo'y, YouTube'da zo'r prosmotr bo'ladi. YouTube'ga kirib turibsizmi? Ay, kanalim bor. Mana shu kanal bopi bor. Voy. Ana kanallarni dodasi emas, dodalarning kanalida aylanadigan Oh, bor. oh, oh, Uraymi? oh. Uring. Er xotinni urishi doka xilebdan boshlanib Yo'q, ketishgacha yotqizib olib, shunaqa urdi, xotin yomon ekan. Rahmat. Birinchi hazilimga haligacha qarshi chalib kulib o'zinglar, o'zi ikkinchini aytaman-da, to'g'rimi? Oilani ko'yli bolali ko'yni ayni yotibdi, onani ishi ham yo'q, aksiga olib hamma dalada. Yana bitta dahshatini aytaymi? Qo'sh. Oldinda oqqan suvni hamma yog'ingga sachratib ber. O'zimizga o'xshagan chollar haqida ekan. Ey, zo'ri keldi. Uring. Karvon ko'p, tuyalari bo'zlab kelar. Nor tiyadi meni yorim. Ey, skleroz. Ha? Maqol buzamiz, maqol ashulaga maqolmi? O'zingiz. Maqolni dodasi manaqa bo'ladi. Bir kattani bir kichkina bilan ushab Ay, olish plas. ekan. Bir o'zi ekanmi? O'zim haqimda edi, qo'yver. Ha, bo'pti. Mayli. Naq ketmaydi birontasi, bitta o'zim ishlayman shakillik bugun. Mayli. Qarg'ani, mushuni, kuchuni. Anaqa odam tanlasanlar. Ma'lum bo'pti shunda yoshimda kelib konsertga dedilar, yarim soatdan beri qiynalib ketdim, bitta o'zim maqol aytib bo'pti. Va, yaxshi fikr. Menga bir ideya keldi. Bir yoshlikni eslab maqol bizmaymizmi? Qobiljon, bularni mazaligini qarang. Bittasi skleroz, bittasi kar. Qaragandan keyin bar bitta joy ishlamay qolaganda, mayli endi. Hamma har xil qaraydi. Hamma har xil qaraydi haqiqatdan. Qarang bularni. Menga ham xotin bir hamma har xil qaraydi, konsertga ketyapsiz, ko'zmunchoq berib taqib kelganman shuni. Taqdingizmi? Siz yoshingizda xavfli taqib yurish kerak. Konsert deganingizga. Va Munisa Rizoyeva degani bo'lardi. Konsert bermay qo'ydimi? 20 yil bo'ldi, u bermay qo'yganiga u. Endi ovoz ketgandir-da, ovoz. Charchiydi odam ham. Luizami? Ey, so'kma! Shuncha odam o'tiribdi, So'kmayapti. Ana uni aytyapti, ana. TikToklarda mashhur bo'lardi yoshligimizda. Orqasi katta, mashinada yurardi. Ha, Luizami? Ey, so'kma dedim, masaga shuncha odam turibdi, qanaqa odam? Quloq ketgan o'zi. Xafa bo'lmaysiz. Quloq ketibdi. Quloq ketibdi. Ketsa ketar, bolalarni sog'insa qaytib keladi. Siqilma. Ey, sizga gapirdi nima, on devorga gapirdi nima? Devori yonida ham-chi, bu haqida gapirib bo'lmaydi, chunki devori ham qulog'i bor. Men seni tushundim. TikTok'skiy gaplardan bo'lyapti. Qilvoyindi. Zo'r paytlaydi. Mashtigilar ham eslasinmi, yomonini uraymi? Uraymi bitta. Qarab tur, qarab. Kecha ustimdan kulganlar bugun oramizda yo'q. Voy, zo'ri bor, zo'r. Sahri bor kampirlar. Mendan uzoqroq yuringlar, sizlarga shirinlik mumkin emas. Shirinsiz. Mablag' qilganlaringni olib TikTokdan bo'lyapti shakilli. Mashinadan tanidingizmi? Harakatga qarab bilyapti bu. Bo'lmasam eshitdinglar. Bu baribir eshitmaydi dedim, orqamda pichir qilib yurganlar diqqatiga. To'g'ri, eshitmayman. To'g'ri. Nima
Bormi sizda? Sadulla hoji romantikskiz bor Voy, uring, maza qilaylik, uring. Cholni ko'rib bobom dema, men buvingni tanimayman. Bobo emas, Bobur bobo degan bolam dedi. Menda bitta yomoni bor. Ha, Politicheskiy. uring. Uni uring. Uriymi politicheskiy? Uring. Sanlarni pensiyalaringdan mani davlenam balarroq yuradi. Yomonmi? Zo'r ketdi, zo'r. To'g'ri bordi lekin egasiga bordi. Egasiga. Zo'ri bor. Ha. Mana qaranglar, bitta narsa esingizda tursin. Meni esimdan chiqib ketgan. Skleroz. Bir kunmas bir kun sendan oldinga o'tib ketaman deganlar. Ehtiyot bo'linglar, taqib mendan oldin o'tib ketib qolmanglar. Qobil Romantikskiy bormi romantikskiysdan? Bor. O'sha zo'r ketyapti, bosh bormi? bo'ldi. Bo'ynimga osilmoqchi bo'lgan kampirlar, meni osiltirib yuradigan odatim yo'q. Yomon. Ey, bu davrlar boshqacha edi. Instagram bo'lardi, TikTok bo'lardi. Yo'q, ketdi hammasi. Mana blogerlar bo'lardi, o'tib ketdi hammasi. Hammasi o'tib ketdi, ko'p narsa o'zgarib ketdi. Mana Abdurahmon hoji ham shu payt esingizdan keng chak yuradi. Nosga o'tgandirsiz. Nosmi? Yo, kentli yo'q ketdi. Hozir Akfa Mix chakyapman. Akfa Mixmi? Ha, ancha bo'ldi. Zo'r chiqyapti sigaretam, ha. Nimaga boshqasini chak? Ya'ni imzo chiqarganing ham ingichkalik qildi, bo'lmadi. Shu Akfa Mix yaxshi bizga. Sizga ingichkasi yoqmay qoldimi? Yo. Qobil hoji. Ha. O'tgan kuni navaram Sadulla akimlarni men yangi mashinada ko'rdim dedi. Xabari yo'qmi? Qanaqa mashina olibdi? O'sha navarangizni yoningizda quloq qilib olib yursangiz bo'lar ekan. Nega? To'g'ri aytibdi, og'a, mashina og'a. Mana eshit, so'ra. Sadulla hoji qanaqa mashina oldingiz? Voy, yomonini oldi. Artel 4-pozitsiya. Yomon, avtomat korobka. Zo'r ekanmi? Ha, voy, sidenalar, podogreb, hammasi chotki. Mana, tegna shamol ham tabriklab qo'yinglar. Yangi uyga ko'chib o'tganlar bu yoqqa. Nora bo'lsin. Rahmat. Qayerdan oldingiz? Jahongir City'dan. Adres ayting, bir boraylik. Shunda Ortiqxo'jayev ko'cha bor o'shada. Ya voy. Ortiqxo'jayev ko'cha bo'lib ketdimi? O'zi bitta ko'cha o'sha qolgani tupik. Lekin bori Qobiljon bitta narsada mana Dilshod akam eshitmayaptilar, mana buni esidan chiqib qoladi. Masajga boraylik konsertdan chiqib bunda. Voy, yaxshi masaj. Agar relaksi bo'lsa men ham boraman. O'zingizga keragini eshitakansiz deyasiz ham. O'zingizga keragini eshitakansiz deyman. Bo'pti, foydasi yo'q. Eshitmaydi. Unda qitir. Dilshod aka, biza gapiraveramiz. Mana bitta yoshlarga o'rnak bo'ladigan gaplardan gapirish kerak. Endi yoshlarga nima deymiz? Bu ota-onalar hayoti davrida farzandi deb yashaydi. Lekin ancha vaqt o'tib oyoqdan mador ketganda nimagadir shu farzandiga emas mana o'lgur matahlaga suyanib qolar ekanda. Yoshlar, qariyalarning ota-onalarning hurmatini joyiga qo'yinglar. Xalqimizda ham bekorga aytilmagan. Qarisi bor uyi, parisi bor. Ana. To'g'ri aytasiz. Dilshod akam to'g'ri aytdilar. Nima bo'lgan taqdirda ham otani duosini olish kerak, to'g'rimi? Chunki ota rozi, Xudo rozi deydi bizda. Sadulla hoji yashang. Ana qarsanglar olasiz. Rahmat. O'zi shular tirikligida ularning maslahatini, so'zini olish kerak-da. Грубо говоря, otalar so'zi aqlning ko'zi deb bekorga tushmaganda. To'g'ri. Eskidan bekorga gap yo'q emas. Mehmon deydi. Otangdek ular deydi. Shuning uchun mehmonlar xush kelibsizlar. Davay kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. Davay kezamiz ko'chalarni va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni.
Assalomu alaykum. Qarshingizda farg'onalik futbolchi, farg'onalik boshlovchi Kamil Elmurod Haqnazarov. Xush kelibsizlar. Farg'onalik. Hurmatli janoblar va xonimlar, dizayn jamoasining navbatdagi konsert dasturida barchalaringizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va albatta har gal konsertimizda bo'lganidek bu safar ham mehmon san'atkorlar taklif etilgan. Gulduros qarsaklari sadosi ostida men maydonga 2 nafar hujumchilarimizni taklif qilmoqchiman. O'zbek estradasining yorqin ijodkorlari Benom guruhini taklif etaman. Qarsanglar! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana sho'xi sizga. Nahotki tugadi sevgi, nahot bizni aldadi. Sevishganlar rolimiz bizsiz yakunlandi. Ayt sevgi shartlarimizda yo'q kechish mumkinmidi? Yoki so'ngan ko'zlaringni sezishim kerakmidi? Yuragim o'zingni olgin, u endi kerak emas. U sensiz yo'q emas. Yuragim o'zingni olgin, u baribir ko'na olmas, o'zgani seva olmas. Muzlagan vujudim go'yo yolg'izlik taqdir menga, hatto ogohlantirmading og'ir yuragimga. Yetar jim bo'ldi gapirma, hammasi ayon menga. Kecha sen meniki eding, bugun esa o'zga. Yuragim o'zingni olgin, u endi kerak emas. U sensiz yo'q emas. Yuragim o'zingni olgin, u baribir ko'na olmas, o'zgani seva olmas. Yuragim yuragim seni unutmas, sendan o'zgani tan olmas. Sen ketganingdan keyin sevolmadim hech kimni. Yuragim o'zingni olgin, u endi kerak emas. U sensiz yo'q emas. Yuragim o'zingni olgin, u baribir ko'na olmas, o'zgani seva olmas. Nahotki tugadi sevgi. Qarsanglaringiz bo'lsin Benom guruhi.
Ya assalomu alaykum, xush kelibsizlar, yaxshi kelib oldinglarmi, eson-omon, sog'lig'ida charchamay. Endi buni so'rashayotganimga hayron bo'lmanglar. Odamning puli ko'paygan sari mana shunaqa so'rashadigan olib qolarkan, uzr. Aytgancha qolgan boylar ko'rinmay, telefon qilib to'paloq tashashni, men buni qizdirmay menga qo'yib kelverdim. Ayniqsa Qobil to'paloq tasha, ko'rmadinglar Qobilni? Ya, keling. Meni so'rayotgandim. Shundan olib beraymi ekan? Oppa, bo'ribosar. Yo, senga bo'lmaydi, bakki to'ldirib qo'yasan. Yo, baqot. Oppa. Good evening, ladies and gentlemen. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Endi biz o'rganib qo'yamiz, Londonning biznesmenlar bilan shunaqa so'rashamiz, uzr endi. Yordamchi. Men bo'ribosarni olib, Alqasrga borib kalyan olib bergan. Yaxshisi olib bergan, hop. Alqasrga itam kirmaydi deyishyapti. Trenirovkasi bor ketish payti, bankda qo'l qo'yish kerak hali. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Katta odamlar bilan ovora bo'lib sizga qaramanman, uzr. Va bu bitta itga shuncha e'tibor. Endi oddiy it emas-da, bu itdi-da bu. Baribir itdi. Endi it ekan deb itdek xor qilish shart emas. Qayolidan kelyapsiz o'zingiz? Ha, Balidan, gapdan. Bitta pasti galiydi. O'zingizni galizmidi? Yo'q, aytdi, og'aynim shu yerda qildi endi. Sharoiti shunaqa bo'pti endi shu yerda. Stol ustidagi narsani ko'rsang Qobil. Ha, nima bo'pti? Vazida gul qo'yibdimi? Ya, gul qo'ygani mayli. Filli koreykasidan qozonga oqdi. Shu ovqat. Undan ko'ra bir akulan sarpanjasidan dimlama qil, to'g'rimi? To'g'ri. Ya bo'lmasa 8 oyoqning 2-4 oyog'idan bir mochiq chirqil, yon boshlay yeylu. Men ham itimga shunaqa beraman-da. Yaxshi ovqat. Men misolchi unaqa ovqat yemayman. Hozir men White Hallda shunaqa shilpildoq yedim. Ko'rsanglar, shilpillatib yuborasizlar-da. Sen hali shilpildoq yeb yuribsanmi? Men o'sha 5 barmoq urib-yuribman. Nima farqi bor ekan? 5 barmoq shilpildoq, u ham bu ham otni go'shi bir xil ovqat-ku. Voy, yana otni go'shi deyman. Mana qarasan, dengiz otini qazisini yeganmisan? Qartasini yeganmisan? Ko'rmaganman ham. Ko'rmaysan ham hali beri. Yuribsan-da shilpildoq yeb. Mana qara, nimasi zo'r shu London, nimasi? Voy, bitta voqea aytib beraman, ishonmaysiz. Hozir bo'ldi, mana to'g'risi. Bakery Streetda shunday yurdim, orqadan kimdir "Qobil aka!" dedi. Yo'q, shu o'girilmasam shu qiz baxti ochilmaydi deb shunday qarasam, Hot Dog House'da kim? Shakira o'tiribdi. Yo'q. Shunday yoniga bordim, Shakira, bu yerda Hot Dog'ga o'tirsanmi dedim. O'tirdi Hot Dog'ga, qora ochib ketdi deydi, to'yga borganmish. Dasturxonda hech narsa yo'qmish. Keyin o'zini dardini boshlab ketdi-yu. Nima deydi? Konsertingizda chiqay deydi. Yo'q, nima deydi? Men aytdim, sendan zo'r xonandalar bor, zo'r Munis, Rayhon. Qilyapti. Mashincha dedim, yetarli biz. Oilaviy muammosini boshladi. Nimamish? Bularni topganlari ro'zg'orga yetmaydimish. To'g'ri, Qobil Pikega ham qiyin. Bitta Kopto'g'dan bechara yugurib yuribdi-da. To'g'ri. Kopto deganingga Dilshod akam qalli? Telefon qil. Nechi nomerlar? Plus. Plus. O'tgan yili minus dedilar. 99 897 897 UMS. U yog'ichi? Bo'ldi, Vizov. Kodda yurtdilar. Ha. Tush bo'lmayapti-yu umuman. Ey do'stu yorlar, Toshkentli bollar, bugun choyxona bizlarni chorlar. G'ururdorlar, ey do'stu yorlar, salom hammaga, Toshkentli bollar. Buongiorno signore, signorita. Gracias.
Nima? Kimga aytyapsiz? Gratsias. Gratsias, rahmat deyapman bularga. Rahmat. Bizda thanks deyiladi. Mayli ham bo'veradi. Dilshod aka qalaysiz? Qayoladan kelyapsiz? Kolumbiyadan kelyapman. Qalay bo'l. Yaxshi, bir ikkita tushunaman-da bolalar bor ekan o'sha yerda. Ha. Yap. Kuzatib olishyapti-da, Dilshod aka yo'l uzoq, u bilan sevib keting, qorningiz ochib qoladi dedi. Endi mehmonman ozgina yeb oldim. Oka, men gapiryapman-da, anaqasi. Nima bu qizlarimdan ko'zingizni uzolmayapsiz shu? Dilshod aka gap yo'q lekin, gap yo'q. Endi chetdan kelgan qizlar-da bular. Chetdan olib kelsin bular. Yo'q, bular meni chetdan olib kelyapti. Endi bilasanlar, men unaqa qizlar bilan yurmayman. Chet ellik qizlar bilan yuraman-da, Qobil. To'g'ri, sizga Xo'rozxon chet elligisi yotib olgansiz-ku, to'g'ri. Qizlar sekin chiqib suv ichib, dam olib, ozgina tomosha qilinglar, chiroyli bo'tlar ham. Zo'r narsa-da konsert. Dilshod aka, zo'r narsa deganingizga esim tushib ketdi. Sadiqani? Qobil Sadiqni bilasan-ku. Vertolyotni stankiga joylashtirib, stanki bilan kiruvchilar hamma bilan ko'rishib kelguncha vaqt o'tadi, endi ozgina kutamiz endi. Qish kiyimga pul yetmadimi? Voy, assalomu alaykum, mana oligarxlarim. Yaxshi o'tirsizlarmi? O, milliarderlar, assalomu alaykum. Sizlar yaxshi keldinglarmi? O, o'zimiz ham millionerlarcha orqaga o'tib ketdik-ku. Salom qani? Qani salom. Sallaga aytyapman, nima? Salom qani deyapman, voy. Sizga qoldi u yog'i, biz so'rashib bo'ldik. Voy, balkon bilan nima salomlashmadilaring? Balandlari balanda o'tiradi-yu. Qayoladan kelyapsiz, baland? Las Vegasga bordim. Kanizaga kirdim. Nima? Kazinoga kirdim. Ano ruletka degan o'yini bor ekan. Aylanib yuradi. Zo'ldirni aylantirib bor ekan. Bittamda nomerga jetonni qo'yagansan. Bo'ldi, o'sha chiqsa yutagansan. Hammasiga qo'ydimda chiqib ketdim. Oka, tinchlikmi? Ko'zingizni uzolmayapsiz bolalardan? Qobil. Sen tushunmayman, hozir. Men bolalar shuna ko'tdami, men ko'zimga shuna ko'ryaptim bular. Ko'rayotganga shukr qiling, men piyodaman Dilshod aka. Ancha qurovlanasizlar, bolalar boringlar, rahmat sizlarga. Sadiq? Hech pul to'layapsan bularga? Sen hali ham pul to'layapsan bolalarga. Nima? Men har oy uy-joy qilib beraman bularga, voy. Namincha bilan erkalatmasang. Ya, bularni o'zi erka emas. Bular gaplashadigan ikkita qiz bor. O'shalar vobshe katta odamning qo'lida ishlaydi. Yo'q, kimmi? Mani. Faqat qurovlanish bo'lsa bo'ldi-da bularga. Menga qaragin, to'xtatsan. Oldingi yil o'zingcha ham tam yelkalanish shir bongalan chiqarib chiquvding-ku, ashshaqalardan qilib, kuningiz mana bunaqa bolalarga qopdi-yu. Oka, men hozir tosh ko'targani bormayapman-da, qiziq emas-da. Qatga boryapsiz? Hozir faqat misho kurgani boryapman. Qatga, ho? Tyson. Zallotmi? Voy, misho katta Tyson. Tyson urib olarkanmi?
Aytsam ishonmaysan, pulini bersang u ham urdirar ekan. Namuncha o'zingga e'tiborni ko'p qilasan. Nima qilish? Oilangga ham, xotiningga ham e'tibor qil. Xotiniga e'tibor qilib qo'ygan odam gapirdi-yu. Men e'tibor qilaman xotinimga, tushundingmi? Yaxshi ko'raman xotinimni. Yo'q. Yaqinda tug'ilgan kunida Dubayga olib bordim xotinimni. Tug'ilgan kun nima sovg'a qildingiz? Dubayga sovg'a qildim. Kulmasan, qo'lingdan kelsa sen ham olib bor xotiningni Dubayga. Yo'q, o'rmonga o'tim bilan Dubayga xotin bilan boradimi? Ya, sizlar namicha xotinga yopishibdinglar, men tushunmadim. Men misol uchun qizimni erkalataman-da. Baraka top. Yaqinda tug'ilgan kunida Michael Jacksonni olib keltirdim. Ishondingda endi, u Michael Jackson o'lgan, ketgan-ku. Men ham ashula aytishga olib keltirganim-yu. Shunda olib kelishdi, uydagilar rasmga tushdi, keyin olib borib yana yotqizib qo'yishdi. Lekin baribir yomon maqtanchoq bo'lib ketsam-chalik. Voy. Soxta kamtar. Gapirma. Soxta. Abdurahmonjon. Imoratingiz bittami? Bitta, Xudoga shukr. Menga qarang. Necha so'tiga edi? Bilmayman. Yunusoboddan Chilonzorgacha necha so'tuv chiqadi? Mani spalnimdek joyga imorat qurdinglarmi? Dilshod aka, oshxonamizdek joyda yotibsizmi hali ham? Sadi, u kilit o'pgandek joyda qanaqa ovqat qilasizlar sizlar? Men shunga hayron. Faqat qurovlanishdi. Men qaranglar, sarkashib ketdim-da men hozirda. Bunaqa kerak emas gaplarni gapirmaylik, qo'yinglar, undan ko'ra men kerakli gaplarni gapiraylik. To'g'ri. Kerakmi hozir shu? Kerak bo'lgancha kerak bo'lmas. Kerak emas narsani kerak deb o'zimcha kerakli qilmayman-ku, to'g'rimi? Dilshodek, o'zingizdamisiz? O'zingiz tushundingizmi hozir degansiz? Tushundim. Tushuntiribroq gapiring odamga. Voy, baraka topgur mana. Bitta yarimta inson imorat qursa, mashina olsa, hasad qilish kerak emas. Nima qilish? Havas qilish kerak demoqchiman. Bo'ldi, tushundim. Formulani tushundim. Mana misol uchun mana konsert zaliga kelib bu madaniyatsizlikda hammani oldida telefon o'ynab o'tirish kerak emas. Nima qilish kerak? Tashqarida bitta o'zi qo'yanda o'ynab o'tirish kerak. Ko'pchilik bor joyda turib olib chakish kerak emas. Nima qilish kerak? Balki burchakkada 3-4 kishi bo'lib olib pinakda. Shunaqa o'tirganlarni ko'rsa borib, kim bo'lsa sanlar, men qadar kim satdan deb urushib berish kerak. Urushib berish. Ba'zi bir erkaklarning diqqatiga xotinni ha deb aytgan ishini qilirish kerak emas. Nima qilish kerak? Eshitsa oldin qilib qo'yish kerak. Haqiqiy erkak. Keyin futbolga muxlislik qiladigan erkaklar, u bizani terma jamoamiz yutqizib qo'yganda siqilib, nerv siqilib to'polon qilish kerak emas. Nima qilish kerak? Boksga balet qilish kerak. Spirtli ichimlikni ichib olib rulga o'tirish kerak emas. Nima qilish kerak? Sidenaga o'tirish kerak. Bolalar, qizlarga har kuni rasxod qilish kerak emas. Nima qilish kerak? Bir oyda bir qilish kerak bo'ldi. Alo. O'zicha osmon, yonidagilarni bir tinga olmaydigan ba'zi bir san'atkorlarni to'yga chaqirib katta pul berish kerak emas. Nima qilish kerak? Ana shu ro'paradan berish kerak. Keyin hurmatli erkaklarning diqqatiga, u choyxonada o'tirganda o'tdek gaplarni boshqa yoqqa chiqarish kerak emas. Keyin har xil videolarni syomka qilib tarqatish ham kerak emas. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Prosta erkak bo'lish kerak. Endi hazil o'z yo'liga bolalar. Endi jiddiy qilib aytadigan bo'lsa, to'g'risi og'aynilar yig'ilib olib, o'xshamayapti, bo'lmayapti, qatdan kelarkan, qiynalib ketdim deb nolish kerak emas. Shunchalik tinch, osoyishta yurtda yashayotganimizga shukr qilish kerak. Birovni haqqini yeb, qaqshatib boy bo'lib ketaman deb o'ylash kerak emas. Ertaga uni javobi bor, shuni o'ylash kerak. Ada aqlingiz yetmagan narsaga aralashmay qolma.
Men sizga nima? Dalarsan tushunmaydigan bolamanmi? Jim o'tiring noyada. Oyi siz aralashmay yonini olmayadimmi? deb ota-onani dilini oritish kerak emas. Kerak bo'lsa qanaqa xizmat bo'lsa ham atroflarida girdi kapalak bo'lib, ularni duosini olish kerak. Bunaqa sahnaga chiqib olib, uni ustiga jonlimi, jonsizmi, yoqadimi, yoqmaydimi muxlislardan ha deb qarsak so'rayverish kerak emas. To'g'ri. Agar chiqishlar tugab qolgan bo'lsa, sekin ta'zim qilish kerak, yoqgan bo'lsa muxlislarni o'zi qarsak chalish kerak menimcha. Dizayn guruhi o'pka. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hamshaharlar va shahrimiz mehmonlari. Dizayn guruhining konsert dasturiga xush kelibsizlar. Vaqt o'tishini qaranglar. 1 yil muqaddam aynan mana shu sahnada dizayn guruhi o'zlarini 2015-yildagi konsert dasturini taqdim etishgan edi. Oradan 1 yil o'tib, mana yangi konsert dasturini taqdim etishyapti. Bugun dizayn guruhidan juda ham yangi bo'lgan, hali hech qayerda tomoshabinlarga taqdim etilmagan faqat yangi sahna ko'rishlaridan voqif bo'lasizlar. Uni ustiga bugun konsert dasturimizda ko'pgina san'atkorlar kelishgan va mana shu sahnada qo'shiqlar ham bo'ladi. Bugungi dizayn guruhining konsert dasturida estrada xonandasi Shohruxxon, aylanadi yulduzlar, aylanadi Munisa Rizayeva, Ulug'bek Rahmatullayev, sog'inib tonglar otguncha. Bular chiqishmaydi. Bu sahnaga chiqargan san'atkorlar o'zi sanoqli san'atkorlar bo'lishadi. Lekin ularning niyatligi, tirikligi juda ham zo'r. Chunki dizayn guruhiga eng yaqinlari qadrdonlar taklif qilishgan. Mana birinchi qatorda ajoyib san'atkorlarimiz, aktyorlarimiz o'tirishibdi. Zamin studiyasini asoschisi, rejissyori Sadulla Abdullayev. Sadulla aka sog' bo'ling. Uningiz sog' bo'lsin. Ajoyib aktyorimiz, zo'r inson Muhammad Iso akamlarga chiroyli qarsaklar. Muhammad Iso aka. Adis Rajabov, Alisher Uzoqov, juda ham ko'p san'atkorlarimiz. Zuhraxon opa, Zuhra opa, bitta kulib bering. Bitta kulib bering. Bugun o'zim ham qilib kulishga keldim. O'zbekiston xalq artisti Muqaddasxon Xoliqova, Muqaddas opa sog' bo'ling. Abdulla Qurbonovga ko'zim tushdi. Voy! Abdullah, keling. Abdulla began emas. Bu yigitlar bilan juda ham qadrdon, почти billa o'sgan, faqat bo'yi balandroq uni. Abdulla xush kelibsiz. Abdulla mashina o'tirganiga bitta eshitaylik ha shu yigitdan ham ha? Ha? Eshitaylik Abdulla. Assalomu alaykum. Hammanglarning qadamlaringizga hasanat. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin iloyim. Sizlarni juda sog'inganmiz. Olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, ona tilidan tushmas, olamni saqlang do'stlar. Osmonni saqlang do'stlar, insonni
saqlang do'stlar. Shunday muattar dillar, zamonni saqlang do'stlar. Shunday muattar dillar, zamonni saqlang do'stlar. Görmez bu dünyaya kanatlı yara bakar. Görmez vuruşlarının sağladı kayna bakar. Dinçlik dünya olsun, dinçlikte hayat bezmin. Dost kalsın giyak kalsın, dostlukta necat nezmin. Nayabu kamyab yurtum, cennet haki hürmetim. Müşellâmelûn asker, asker haki hürmeti. Alemni saklang dostlar, adamni saklang dostlar. Eshikda go'dak ingrar, onani saqlang do'stlar. Shunday muattar kunda, zamonni saqlang do'stlar.